Allohga erkalanib duo qilganmisiz biror marta? Eshiting. Allohim bergan sinovlaringga shukr, alhamdulillah. Sinov beryapsanki, sabr qilsam albatta ajrini ham berasan. Lekin berayotgan sinovlaringni ozgina yengillashtirib bergin. Bu noliganim yo'q, nolishga kelmaydi bu. Sabab men oila boshiman. Yaqin insonlarim bor. Ular ham seni banding. Men sabab ularga ham rizqini yetkazib turibsan. Meni sabab chiqib qo'ygansan. Ularga men mas'ulman. Ular meni holatimni ko'rib qiynalmasin. Men sabr qilaman. Sabr qilish qiyin. Agar oson bo'lganida jannat va'da qilinmas edi. Qanaqa qiyinchilik bersin ham men shukr qilaman, sabr qilaman. Lekin bergan sinovlaringni ozgina yengillashtirib bergin.